Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 14 noyabr Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping Amerikaning San Fransisko shahrida o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashish uchun kelgan bo'lib, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Tibetga erkinlik o'quvchilar uyushmasi va boshqa kishilik huquq faoliyatchilari San Fransisko aerodromidagi Xi Jinping o'tadigan yo'l bo'yida namoyish tashkillagan. Namoyishda Amerikadagi jasur lager shoidimiz Tursunay Ziyovuddinning ayoltuzliq ko'k bayrog'ini ko'tarib, Xi Jinping yolg'onchi, Xi Jinping irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb to'lg'anligi, Xitoyning qizil bayroqlarini ko'tarib Xi Jinpingni kutib olishga chiqqan bir to'p Xitoy namoyishchilarining bo'lsa, Tursunayni o'rib olganligi haqidagi sin ko'rinishi ijtimoiy taratqularda nihoyat keng tarqaldi. Mazkur sin ko'rinishida Xi Jinpingni kutib olishga chiqqan Xitoylar Tursunay Ziyovuddin egiz ko'tarib mangan ko'k bayroqni Xitoyning qizil bayrog'i bilan to'silishga, uning ovozini besiqtirishga, harakatini tizginlashga uringan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir xonim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining ziyoratini qabul qilib, namoyishning tashkillanishi va maqsad haqida tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. 10. ayninki o'tiri politikada Xi Jinping keldikan deb anlagan kundan boshlab Students for Free Tibet HKDC and then Uyg'ur Amerika birlashmasi tashkillashga boshladik. Bizning asosli maqsadimiz Amerikadagi Uyg'urlarning, Hong Kongliklarning, Tibetliklarning Xitoy tarafidan besilgan hamma millatlarning ashadi birlik ichida turib, Xi Jinpingni hech birimizdan qarshi olmaydiganligini, irqiy qirg'inchilik qilayotgan, qo'lida Uyg'urning qini bor, mushunaq diktator, fashist bir jinoyatchining Amerikaga kelishini qarshi olmaydiganligimiz, bizning ovozimizni to'xtatamaydiganligi, yo'q qilmaydiganligini jakarlash bo'ldi. Menimcha namoyishimiz yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, chunki yosh aeroplan stansiyasidan chiqqan Girlam tunji ko'chaga agildigan yadilam tuduq. Bu Xitoylar abduz bilan kaptu, maktab bo'yicha kaptu. Xitoy embassining Xitoy o'quvchilariga yozgan e-maillarni ko'rdik. Hammanglar chiqinglar, abduz o'rnashtiramiz, tamoq o'rnashtiramiz degan xatlar bor edi. Cho'ng tayyorlik qilibdi endi. Lekin biz Uyg'urlarni u yerda boshqanmidik. Biz bu bayroqlarimizni tamlarga chaplab, ko'tarib, to'xtamay shiorlarimizni to'lab, o'sha o'tkicha ayoltuzliq ko'k bayrog'imizni lapildatib ko'rsatib turdik. Tursunaydan shunga turgan yeriga keldik. Men buni ko'rib, Xitoy har qancha bisim qilsa, har qancha irqiy qirg'inchilik qilsa-mu, bizning bayrog'imizning hargiz tushib qolmaydiganligini, yana tirkishib, kuchimizning oxirigacha bizningki o'zimizning ko'rishini qildiganligini simvoli deb o'ylayman. Tibetga erkinlik o'quvchilar uyushmasi San Fransisko aerodromidagi namoyishda Tursunay Ziyovuddinning Xitoylar tarafidan parakentchilik uchrayotgan ko'rinishini X'da ham bayarilgan bo'lib, bir Tibet o'quvchi naq maydondan bu ko'rinishni anglatgan. U Tursunay Ziyovuddinni ko'rsatib turib, "Mana bu Tursunay, Uyg'ur lager shoidi. Xi Jinping uni bir yil yig'ilish lageriga qamagan va uni qiynagan. Mavi Xitoy o'quvchilar irqiy qirg'inchilik yurgizgan ashu hokimiyatni qo'llab, bu yerda nomus qilmay qarab turmoqda. Ularning vijdoni yo'qmi? Bularni Xitoy taraf pul va tushlik tomoq berib bu yerga elib kelgan. Bular lager shoidiga sening kechmishlaring cho'ng ish emas demakda. Mana bu kommunist Xitoydir" degan. Tursunay Ziyovuddin xonim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimiga qilgan so'zida Xi Jinpingning aerodromga tushibla tunji ko'rgan ko'rinishining Sharq Turkistonning ayoltuzliq ko'k bayrog'i bo'lishini ko'zlab, Xitoy namoyishchilarining hayvisiga qarmasdan oldiga bosib o'tganligini bayon qilib, mundaq dedi. Bizning vatanimizni tatvan Xitoy birinchi bizning bayrog'imizni ko'rib, uning yuragi titrsin dedim. Bizning bog'lig'imizni his qilsin. Biz cho'qim Xitoyning oldiga o'zimizning bayrog'imizni ko'tarib chiqamiz degan bir ideya kirib, orasidan o'tib bordim. Free East Turkiston deb vaqirdim, ashaq o'tib. Cho'qim bizning vatanda sening bayrog'ing lapilmaydi, bizning vatanimizda bizning bayrog'imiz lapilmaydi. Xitoy ko'rsin, Xi Jinping dedim. Bizning sonimiz 6-7, Xitoyning soni degan 100 nechaga bordi. Ikki tarafda turib oldi. Qizil bayroqlarni ulgudek ochib qo'ydilar degan. Osh yenimda liq Xitoy atrofida jugrab kelyapti. Bular maqsadi Xi Jinping ashaqdan kelganda birinchi bo'lib bizning bayroqni ko'rsatmay qo'ymoqchi edi. Shuni oldi tarafga texim mangdim. Elq bir qisam bir Xitoy mendan bekar kelib oldim kelib so'kishib bayroqni mening bayrog'imni to'smoqchi-da. Uyg'urchilar dedim, tushunmadim. Cho'qim sening mush bayrog'ingni qadayotgan mening vatanim hamon bir kun apib mush bayroqni men qadayman, bilamsan? Uyg'urlar bayrog'ini, cho'qim vatanimizni olamiz qo'limizga deb. Men
Uyg'urcha tushunmasimi? Al dedim. Men u meningdan bekrak ishtirdi. Men ishtasang ishta dedim. So'qashmadim, mangayverdim, bayroqni vaqiraverdim. Aldığımız taraf Tibet'in orduları kilip bu diyen kendimden resmi minisinin bayrağını yok kılma degan Tibet'in adamları çıdayamayıp ketdi bayrağını bir tatып düşürüverdi. Mazkur namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilish qatorliq tashkilotlarning mas'ullari va San Fransisko atrofida yashaydigan Uyg'urlar qatnashgan. Namoyish qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubeyra xonim bu vaqtda Erkin Asiya radiosiga so'z qilib, bu qitimqi namoyishning qizilga qarshi ko'kning, haqsizlikqa qarshi haqqoniyatning jang bo'lganligini aytdi. Zubeyra xonimning bildirishicha, ular bu namoyishni Xi Jinping Xitoy qaytqicha, ya'ni 17 noyabrgacha davom qiladi ekan. Qo'rqib qolmadik ulardan. Uzun Xitoyning qon bayroqlarining orasida biz orasiga qadam-qadamiga so'qib kirib netchimiz bo'lganimiz bilan bunda aytgan vaqtida 6000 ga tetagandek ishni qildik u yerda. Xitoyning qon bayrog'iga qarshi bizning ko'k bayroqlarimiz, Tibetliklarning bayroqlari, Hong Kongliklar, Xitoy demokratchilarining qarshiliklari degandek biz haq tarafdagilar oz bo'lsaqmi, haqsiz tarafdagi tajovuzchilarningga biz tetidik. Men ashunda qarayman. Pul berib ekegan yasalma Xitoylarning ularning rangida, ularning turqida, ularning turishida vahimadan boshqa narsani ko'rmaysiz. Biz haq da'vochilari yurgimizdan boshqa ularning ustidan har qachon o'zimizni g'olib his qildik, ham g'olib tutdik. Shu video kameralari butun nemislar mashinada turib, Xitoy bizni tatdi rasmlar, videolarga elib mashta. Garchi u Xitoyning netjuzdigan bayroqlar bilan bizni qo'rshab ashadashida turgan bo'lsa-mu, ammo u Xitoylarda bizdek jur'at yo'q. U Xitoyning boshliqning mashinalari kelgan vaqtida biz sakrab o'tib, shu nemidan garchi biz oz bo'lsaqmi, Xitoyning ko'ziga birinchi ko'ringani Sharqi Turkistonning ayıltısliq ko'k bayrog'i bilan Tibetlikning bayrog'i bo'ldi. Shuning uchun uni qaraymizki, biz g'alaba qildik tunugun. 14 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, Hikvision shirkati yasagan aqliy iqtidorliq maktab rayoni kuzatish kameralarining Xitoy hukumatining musulmonlar jamoatini taxim qattiq bostirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini osonlashtirishiga yordam berdiganligini ko'rsatib o'tgan va bu qilmishni aybligan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy doiralari 2016 yildan boshlab Sharq Turkistonda qattiq zarba berish harakati qo'zg'ab, diniy faoliyatlarni keng ko'lamda nazorat qildi va chekladi. Diniy sohadagi bostirish va dafsanchilik yuqori pallaga chiqdi. Bularning hammasida Hikvision shirkatining bevosita hamkorligi bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Islom hamkorlik tashkiloti a'zolarini, shundaqla xalqaro jamiyatni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va Turkiy xalqlar uchrayotgan diniy ziyonkashliklarni ayblashga chaqirdi. Bu tashkilot musulmonlarga qartilgan kamsitishni tugatishni tashabbus qilguvchi bo'lish va'dasida chang turishi kerak. 11 ayning 13 kuni IPVM tadqiqot guruhi Xitoyning davlatlik dangliq texnik shirkati Hikvisionning yaqinqi taraqqiyotiga munosabat kuchurlarini e'lon qilib, bu orqali bu shirkatning Xitoy bo'yicha aqliy iqtidorliq maktab rayoni qurish turi bo'yicha 9 million dollarlik to'xtam imzolaganligini oshkorlagan edi. Mazkur qurilish turi maktablarning aqliy iqtidorliq kamera orqali nazorat qilish iqtidorini o'z ichiga olgan bo'lib, atalmish oz sonli millat o'quvchilari bo'libmi musulmon o'quvchilar Ramzonda ro'za tutgan deb gumon qilinganda maktab boshqaruvchilarini ogohlantirdi ekan. Navbatda buning muhim talash tortish va kishilik huquq andisi paydo qilayotganligi ma'lum. Amerikaning San Fransisko shahrida ichildigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbiriga qatnashish uchun Amerikaga yetib kelgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping 15 noyabr kuni Amerika prezidenti Jo Bayden bilan ko'rishdi. Xabarlardan qaraganda, bu ikki rahbarning ko'rishishi alhazal 3 soat atrofida davom qilgan. Amerika-Xitoy munosabatlari yaqin yillardan buyon Tayvan masalasi, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak siyosatlari tufaylidan Xitoy qo'ygan sodi jazo tadbirlari va Xitoyning josuslik sharining Amerikada etib tushirilishidek voqealardan keyin qattiq yiriklashgan. Ikki davlat rahbarining bu uchrashishda dunyodagi jiddiy masalalar bilan birlikda ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni qandoq bir taraf qilganligi kuchli diqqat qo'zg'ayotgan bir nuqta bo'lib qoldi. Oqsaroydan berilgan bayonotlarda Amerikaning Xi Jinping bilan uchrashishidagi maqsadining ikki davlat o'rtasidagi diplomatiya kanallarining ochiqligiga kafolatlik qilish, ixtiloflarni kontrol qilish shaklida bir taraf qilishni maqsad qilganligi deyilgan edi. Ismini oshkorlashni xohlamagan Oqsaroyning bir yuqori darajalik amaldori Baydenning bu yig'indagi asos maqsadining Tayvan bo'g'izida yuz bergusi bir tuyuqsiz voqeaning oldini olish uchun Xitoy bilan bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi harbiy aloqani asliga keltirishni asos maqsad qilganligini bildirgan. Halbuki, nurg'un kuzatuvchilar Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan ixtiloflarni kontrol qilgan holda bir taraf qilish va Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda dialog kanallarini ochiq tutish tirishchanligini to'g'ri tushunishga bo'lsa-mu, biroq ular Xitoy hukumatining buni fursatga aylantirolganligidan andish qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati yana bu uchrashda klimat masalasi, kishilik huquq,
Janubiy dengiz, Isroiliya Hamas to'qinishining rayon xarakterlik to'qinishga aylanishining oldini olish qatorliq masalalardami so'zlashidi ekan. Kuzatuvchilarning mana shundaq andishlari ichida ikki davlat rahbari bugun San Fransisko vaqti atdigan 10 dan 45 minut o'tganda bir araga kelgan bo'lib, Prezident Bayden bilan uning heyiti va Xitoy raisi Shi Jinping va uning heyitining axborot yig'ib yig'ini boshlanishidan burun ikki taraf rahbari axborotga ochiq holda ko'rish nutqi so'zildi. Oldi bilan Prezident Bayden so'z qilib, "Shi apandi, sizni qayt ko'rganimdan xursandman" deb so'zni boshladi va mundaq dedi: "Men suhbatimizni ahamiyatli deb qarayman. Yuzma-yuz turib, hech qanday xato tushunish bo'lmay turib, bevosita so'zlashish, o'zaro aniq tushunish hosil qilish uchun intayin muhim. Biz raqobatning to'qinishga aylanib ketmasligiga kafolat qilishimiz va uni mas'uliyatchanlik bilan idora qilishimiz kerak." Arqadan Xitoy raisi Shi Jinping mo Amerika Xitoy har ikki davlatning tinch birga yashash uchun tirishish kerakligini ta'kidlagan va Amerika Xitoy munosabatlari o'tgan 50 yil yoki uningdan ko'proq vaqt ichida hamisha ma'lum masalalarga duch kelsimi, ammo davomli olg'a ilgariladi dedi. U yana Xitoy va Amerika qatorliq ikki cho'ng davlatga nisbatan bir-biridan yuz o'rish tanlash emas, yer shari har ikki davlatning muvaffaqiyat qozonishi uchun yetarlik, bir davlatning muvaffaqiyati yana bir davlatning fursatidir degan. Ikkilanning qarshilish nutqi oyoqlashgandan keyin yig'inning axborotlarga yepiq qismi boshlandi. Gerçi bu uchrashishdan ilgari har ikki tarafning bir-biriga munosabatlarini yaxshilashni xohlaydiganligini izhor qilishgan bo'lsa-mu, biroq Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi Jon Kerbi buning Baydenning kishilik huquqini chet qayirib qo'yishdan darak bermaydiganligini eskartgan. O yig'indan bir qancha soat burun muxbirlar qilgan so'zida Prezident Baydenning Xitoydagi kishilik huquq masalasi, jumladan Uyg'urlarning masalasi haqidagi andishlarini o'ttirib qo'ydiganligiga to'liq ishonaman degan. U yana so'zda Amerikaning Tayvanning o'z-o'zini qo'g'dash iqtidorini o'stirishga davomli kafolat qildiganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.